Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Zozongtangning Sharq Turkistonga tajovuz qilishi madhilangan teatr tayyorladi. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida Sharq Turkistondagi ishg'oliyat tarixini oqlash, burmalash uchun g'oyat zo'r kuch chiqarayotgan bo'lib, jumladan Sharq Turkistonga tajovuz qilishda muhim rol o'ynagan Zozongtangni nuqtaliq tashviq qilishga boshlagan edi. Yaqinda Xitoy tashviqot organlari yana Zozongtangning Sharq Turkistonga tajovuz qilishi madhilangan bir Jingju teatrining ssenariyasini bitkizib rasmiy repetitsiya qilishga boshlagan. Tangritog Do'rining 29 martdagi xabarida bildirilishicha, oldingi hafta Xitoyning davlatlik Jingju teatrxonasida Zozongtang haqida yangidan tayyorlangan Jingju teatrining repetitsiya qilish marosimi o'tkazilgan. Mazkur teatrning ssenariyasini Xitoyning davlatlik Jingju teatrxonasi va Urumchi shaharlik Jingju teatri o'miki birlikda tayyorlagan bo'lib, navbatda rasmiy repetitsiya bosqichiga kirgan. Qanxo'r tajovuzchi Zozongtang madhilangan mazkur teatrga asli zaminni yangidan qaytirib olish deb nom qo'yilgan bo'lib, yangi chegara, yangi zamin ma'nilarini beradigan va Xitoyning ishg'oliyat tarixini isbotlab beradigan atalmish Xinjiang kalimasini burmalab tushuntirishga zo'r quvvatqanligini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Xabarda aytilishicha, mazkur teatrni tayyorlash plani 2023-yili boshlangan bo'lib, teatrda shiddatli janglarning ko'p tasvirlanmaganligi, balki muhim nuqta personajlarning ichki dunyosiga qaratilganligi ta'kidlangan. Shuning bilan birga teatrda Zozongtangning asrlarga ko'yinganligi, g'amxo'rlik qilganligidek ariyalarning borligi tilga ilingan bo'lib, uning vahshiyona qatliamlari alohida pardozlangan. Bu Xitoyning ishg'oliyat tarixini burmalash urinishlarining davomi bo'lib, yaqinqi yillar mobaynida Xitoy qonxo'r Zozongtangni atalmish Xitoyning zamin butunligini qo'g'digan qahramon deb sifatlab, planliq tariqada tashviq qilishga boshlagan edi. Buning natijasida bultur 9-oyda atalmish Zozongtangning Xinjiangni qaytirib olishi degan dars o'rta maktab va oliy maktab darsliklariga rasmiy kirgizilgan edi. Xitoy yana Qumul shahrida sun'iy barpo qilingan atalmish Zozongtang tikkan so'gatlar uchun maxsus qo'g'dash tur mablag'i ajratgan bo'lib, bular uchun raqamlik arxiv turg'izib chiqqan edi. Manjularning Qing sulolasi 1876-yili Zozongtangni Sharq Turkistonga tajovuz qilishga avatgan bo'lib, Zozongtang o'z vaqtidagi zamonaviy qurollar bilan qurollangandan boshqa chet el harbiy mutaxassislarning harbiy yordami va iqtisodiy yordami bilan Sharq Turkiston chegarasiga besib kirgan edi. Bu jarayonda Sharq Turkiston xalqi tajovuzchi manju qo'shinlariga qarshi jon pidoliq bilan qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, qonxo'r Zozongtang Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan va necha yuz minglagan xalqni vahshiylarcha qirg'in qilgan edi. Xitoy diviziya bilan yerlikning yo'g'irilishi nomida diviziyaning rolini kuchaytirmoqda. Xitoy Sharq Turkistonni kontrol qilishda muhim vosita sifatida foydalanib kelgan atalmish ishlab chiqarish qurilish diviziyasining rolini va yerlik bilan birlashtirishni alohida ta'kidlayotgan bo'lib, yaqinqi harakatlari va tashviqotlari diqqat tortmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog Do'rining xabarida atalmish Uyg'ur avtonom rayon va diviziya Bingtuanning 24-mart tunji qatim xalq ishlari yig'inini birlikda ochganligi, buningdan 2 kun ilgari birinchi fasldagi cho'ng turlarda markazlik ish boshlash faoliyatini o'rtaq o'tkazganligi alohida xabar qilingan. Mazkur xabarda diviziya bilan yerlikning yo'g'irilishi iborasi nuqtaliq ta'kidlangan bo'lib, bulturdan boshlab Sharq Turkistonning fan-texnika, siyosiy qonun, ma'arif, tashviqot qatorliq ko'plagan sohalardagi muhim xizmat yig'inlarining hammasida diviziya bilan yerlikning birlikda echish shakli qo'llanilib, vazifalarni bir tutash o'rinlashtirganligi tilga ilingan. Xabarda yana diviziya bilan yerlikni yuqori taraqqiy qildirishning Xitoy partiya markaziy komitetining strategik muhim o'rinlashtirishi bo'lib, tarixiy ahamiyatga ega ekanligi, jamiyat muqimligini qo'g'dashdagi muqarrar talab, iqtisodning taraqqiyotini ilgari surishdagi muhim yo'l ekanligi, shuning bilan birga millatlarning o'zaro singishib ketishi va madaniyatning yo'g'rilishini ilgari surishdagi unumli tadbir ekanligi da'vo qilingan.
Atalmış ishlab chiqarish qurilish diviziyasi Xitoyning ishg'oliyat tarixidan tortib Sharq Turkistonda mavjudligini saqlab kelayotgan bo'lib, Sharq Turkiston xalqini bostirishda, turli boyliqlarni bulang-talang qilishda muhim rol o'ynab kelmoqda. Angliya Sheffield Hallam Universitetining Helena Kennedy tadqiqot markazi 2022-yil iyul oyida e'lon qilingan dokladida Sharq Turkistondagi diviziyalarning majburiy ko'chirish, majburiy amgakka selish, zo'migarlik bilan yer zamin egilib olish, xohlagancha tutqun qilish qatorliq jinoyatlar orqali Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarning haq-huquqlarini va diniy milliy kimligini bostirganligini fosh qilgan edi. Washingtondagi bir aql ombirining bildirishicha, Sharq Turkistondagi diviziyalarning kontrolligidagi shirkatlar 2900 ga yaqinlashadigan bo'lib, diviziyalarga bevosita yoki vositalik chetiladigan shirkat, korxona va organlar butun dunyo miqyosida 862 mingdan oshadi ekan. Yaqinqi mezgillarda diviziya bilan yerlikni birlashtirish shuarlari Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni davomlashtirish va butunlay xitoylashtirishni ishga oshirishdan iborat qora niyatini ko'rsatib bermoqda. Amerika Mudofaa ministri Yaponiyaning Xitoyga qarshi turushdagi rolini alohida ta'kidladi. Amerika davlat mudofaa ministri Xitoyning tajovuzchilik harakatlariga taqobil turishda Yaponiyaning kam bo'lsa bo'lmaydigan sherik ekanligini ta'kidladi. Fransiya xabar agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa ministri Pete Hegseth 30 mart Tokioda Yaponiya mudofaa vaziri Gen Nakatani bilan ko'rishgan bo'lib, ikki taraf ittifoqlashib Xitoyning tahdidiga taqobil turishda o'rtaq fikrda ekanligini bildirishgan. Ziyorat jarayonida Hegseth Yaponiyaning muhim sherik ekanligini, Amerikaning Tayvan bo'g'ozi qatorliq rayonlarda ishonchlik to'sish kuchi barpo qilishiga yordam beradiganligini bildirish bilan birga, Xitoyning tajovuzchilik harakatlariga taqobil turishda Yaponiyaning kam bo'lsa bo'lmaydigan sherik ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiyada Amerikaning taxminan 54 ming askari, yuzlagan harbiy aeroplanlari, shundaqla Amerika dengiz armiyasining oldingi safga o'rinlashtirgan birdan-bir aviamatga zarba atirdi bor bo'lib, Xitoyning harbiy kuchini cheklashda muhim rol o'ynaydi ekan. Bu Hegsethning tunji qatim davlat mudofaa ministri sifatida Osiyo allarini ziyorat qilishi bo'lib, Yaponiyadan ilgari Filippinni ziyorat qilib, 28 mart Filippin prezidenti Ferdinand Marcos bilan ko'rishgan edi va Amerika bilan Filippinning Xitoyga qarshi turishda birlikda hosil qilishining zarurligini ta'kidlagan edi. Ganada 3 Xitoy tutqun qilindi. Gana harbiy taraf bayonot e'lon qilib, mazkur davlatning dengiz davaligida yo'qolib ketgan 3 Xitoyning tutqun qilinganligini ilgari surdi. Reuters agentligining 30 mart xabar qilishicha, Ganada tizimiga oldirilgan bir baliqchilik kemasidagi 3 Xitoy bir necha kun burun Gananing dengiz davaligida yo'qolib ketgan bo'lib, ular dengiz qaroqchilarining hujumiga uchragandan keyin tutqun qilingan deb qaralmoqda. Gana harbiy taraf e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, payshanba kuni kechda 7 nafar qurolli kishi voqea yuz bergan baliqchilik kemasiga chiqib, o'q etib ogohlantirgan. Gana harbiy tarafning aytishicha, dengiz qaroqchilari deb gumon qilingan qurolliqlar ketgandan keyin kema xodimlari yushiringan yerlardan chiqib, kapitan yordamchisi va boshqaruvchining yo'qolib ketganligini bayqagan. Bayonotda deyilishicha, hujumga uchragan kema hozir portda to'xtatilgan bo'lib, Gana dengiz armiyasi hujum voqeasini tekshirayotganligini bildirgan. Ammo Xitoyning Ganadagi elchixonasi va Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu haqdagi savollarga javob bermagan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushahada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.